Assalomu alaykum aziz vatandoshlar. Men yana Buxoro viloyati Olot tumanidan Haqiqat yo'llari kanali admini Saidqul va Gulshodman. Men o'tgan yil 2025-yil aprel oyidan buyon Olot tumanida joylashgan 27-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida bo'layotgan nohaqliklar, adolatsizliklar, qonunbuzarliklar haqida bir nechta video materiallar e'lon qilganman va yuqori turuvchi tashkilotlarga ham rasman yozma ravishda murojaat qilganman. Shu o'rinda eslatib o'tishim kerakki, 2025-yil aprel oyida 27-son davlat maktabgacha ta'lim tashkilotida mudira va metodist bir tarbiyachini bolalar ko'z o'ngida vahshiylarcha kaltaklab, ma'muriy javobgarlik to'g'risidagi kodeksning qator moddalari bilan urib tan jarohati yetkazish, haqorat qilish moddalari bilan sud tomonidan javobgarlikka tortilgan edi. Ushbu holatga qaramasdan o'sha mudira va metodist ta'lim sohasida o'z ish joylarida, o'sha muassasada o'z faoliyatlarida ishlab kelayotgan edi, faoliyat olib borayotgan edi. Mudira va metodist tomonidan urib kaltaklangan tarbiyachi esa ishdan bo'shatilgan edi. Faqatgina maktabgacha ta'lim boshqarmasi tomonidan mudiraga shunchaki hayfsan berish bilan ish yopib qo'yilgan edi. Ushbu holat yuzasidan norozilik bildirib, bir necha bor yuqori turuvchi tashkilotlarga arizalar bilan murojaat qilganmiz. Hatto O'zbekiston Respublikasi maktabgacha va maktab ta'lim vazirligigacha borib murojaatlar qilganmiz va video murojaatlar chiqargan edik. Bundan tashqari ushbu muassasada, ya'ni MTTda bo'layotgan nohaqliklar, qonunbuzarlikdan, budjetdan noqonuniy foydalanish holatlarini ham asosli ravishda murojaatlar qilib kelishimizga qaramasdan, bu ishlar ham yuzaki ko'rilib, shunchaki yopdi-yopdi qilib kelinayotgan edi. Shundan keyin joriy yil 2026-yil fevral oyida men ushbu MTTga vaqtinchalik tarbiyachi sifatida ishga kirdim va u yerda bolajonlar uchun yaratilgan sharoitlar juda ham achinarli ahvolda ekanligini ko'rib, yana yuqori turuvchi tashkilotlarga arizalar bilan murojaat qildim. Masalan, u yerda bolalar uchun yaratilgan ichki hojatxonalardan bolalarga katta hojat ehtiyoji uchun foydalanishga umuman ruxsat berilmayotgani va bolalarni tashqi tomonga 3-etajdan pastga tushirilib, bolalar 3-etajdan pastga tushib, muassasaning orqa hovlisida joylashgan umuman gigiyena talablariga mutlaqo zid bo'lgan hojatxonalarga borishga, yomg'irli, qorli kunlarda, og'ir sharoitlarda qatnashga majburlanayotgan holati yuzasidan ariza bilan murojaat qilganman. Undan tashqari, bolalar uchun yaratilgan o'sha hojatxonadagi qo'l yuvish sharoitlari, ya'ni rakovinalar ishlamasligi, hatto yaroqsiz ahvolda, siniq ahvolda, chirib ketgan ahvolda, korroziyaga uchrab, chirib ketgan ahvolda, shu ahvolda yotgani va bu bolalarning salomatligi va gigiyena qoidalari uchun, salomatligi, xavfsizligi uchun juda xavfli ekanligini inobatga olib, arizalar bilan yuqori turuvchi tashkilotlarga murojaat qilgan edim. Bu murojaatim bo'yicha SES tomonidan, ya'ni sanistansiya degan tashkilot tomonidan kelib, faqat gigiyena qoidalarining qo'pol ravishda buzilishi holati bilan mudiraga ma'muriy javobgarlik qo'llash bilan ish cheklanib, ariza yopib qo'yilgan edi. Ammo murojaatda men u yerdagi muassasadagi ayrim bir tarbiyasiz tarbiyachilarning haqoratomuz munosabatlari haqida ham murojaat qilgan edim. Murojaatimning ushbu qismi esa ushbu kungacha hech qanaqa maktabgacha ta'lim muassasasi tomonidan tekshirilgani ham yo'q, hech qanaqa amaliy harakat ham bo'lgani yo'q edi. Ammo men muassasada shu paytgacha bo'layotgan nohaqliklar, qonunbuzarliklar, budjetdan noqonuniy foydalanish holatlari bo'yicha hech qanaqa tekshirish olib borilmayotgani, murojaatlarim shunchaki yuzaki ko'rib yopilib kelinayotgani yuzasidan joriy yil yanvar oyida Davlat xavfsizlik xizmatiga murojaat qilgan edim. Ammo murojaatim ushbu kungacha 3 oydan oshgan bo'lsa ham hech qanday o'z natijasini bermasdan yana yopib yuborilgan va menga javob xati yuborilganidan keyin men norozilik bildirib Buxoro viloyat prokurorimiz Ulug'bek Hamdamovga murojaat qildim. Va bugun 2026-yil 19-mart kuni viloyatdan mas'ul idoralardan mas'ul xodimlar tomonidan kelib, xolis va o'zim ishtirokimda xolis va shaffof tekshirish o'tkazildi va meni vajlarim o'z tasdig'ini topdi. Shu o'rinda Buxoro viloyat prokurorimiz Ulug'bek Hamdamovga o'z holatni nazoratga olgani uchun o'z minnatdorchiligimni bildiraman. O'ylaymanki, ushbu holat nazoratga olinib,
qonun doirasida o'rganilib, adolatli yechim qilinadi va qonun ustuvorligi, jazo muqarrarligi ta'minlanadi degan niyatdaman. Hamma salomat bo'lsin. Yana bir bor viloyat prokuraturasiga o'z minnatdorchiligimni bildiraman. Hamma salomat bo'lsin.